Assalomu alaykum hurmatli o'qituvchilar. Bugun biz sizlar bilan Cerebri platformasida ishlashni ko'rib chiqamiz. Platformaga kirishimiz uchun o'qituvchilar panelidan foydalanamiz. For Teachers. Elektron pochta orqali kelgan login parolni platformaga yuklaymiz. Login. Parol. Hamda kirish tugmasini bosamiz. O'qituvchilar panelida tanlangan sinflar, o'qituvchilarni qo'shish, tilni tanlash, yangi sinf yaratish, tayyorgarlik rejimi, ya'ni boblar bo'yicha mavzular, sinf ro'yxatlari hamda tahlil qilishdan iborat. Yangi sinf yaratishimiz uchun bu yerdan bizda Science demo, Math demo. Science demo tabiiy fanlar bo'yicha sinflar yaratish, Math demoda esa matematika fani bo'yicha sinflar yaratilishi ko'rsatib berildi. Hozir biz Math demoda yangi sinf yaratishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizda sinflar kesimi ko'rsatiladi. Grade 7, grade 8, grade 9, grade 10. Biz hozir 7-sinflar uchun sinf ochamiz. Grade 7 ni tanladim hamda sinfni kiritaman. 7B. Sinf yaratish tugmasini bosamiz. Buning uchun bizga sinflar yaratilmagan bo'lsa, shu yerning o'zida biz bir nechta sinfni yaratib olishimiz mumkin bo'ladi. Sinf yaratish tugmasi bosiladi. Tasdiqlash. Mana bu yerda bizda grade 7B sinfning sinf kodi ko'rsatiladi. Tayyor tugmasini bosamiz. Demak, biz hozir 7B deb nomlangan yangi sinf yaratdik. Matematika fani bo'yicha. Demak, tanlangan sinflardan 7B o'zimiz yaratgan sinfni qidiramiz. 7B sinf, mana grade 7da 7B sinf avtomatik ravishda tabiiy fan uchun ham ochib beradi. Pastroqda joylashgan bo'lishi kerak. Hozir ko'ramiz. 7B grade mana science fanlarida ham bizga yangi sinfni yaratib berdi. Ana endi ushbu sinflarga o'quvchi qo'shishni ko'rib chiqamiz. Sinf tanlaymiz. Sinflar ro'yxati tugmasiga boramiz. Ushbu sinfda o'quvchilar mavjud emas. O'quvchi qo'shishimiz uchun o'quvchi qo'shish tugmasini bosamiz. O'quvchi qo'shishning ikki xil yo'li bor. Foydalanuvchi nomi orqali davom etish, Excel orqali davom etish. Foydalanuvchi nomi orqali davom ettirishda o'quvchilarning ism, familiyalari birma-bir kiritilishi kerak hamda o'quvchi qo'shish orqali birma-bir o'quvchilarni kiritishimiz kerak bo'ladi. Bu usul murakkabroq bo'lgani uchun biz Excel orqali davom etish tugmasini bosamiz. Excel formatda faylni yuklash uchun bizda shablonni yuklab oling tugmasi chiqadi. Shablonni yuklab olishimiz kerak va mana shu shablon asosida o'quvchilarimizni Excel faylini tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Shablonda ko'rsatilganidek o'quvchilar familiya ismi hamda RPdan olingan noyob raqami to'ldirildi. Tayyor fayl rabochiy stolda saqlash qilinadi. Hamda Excel faylni tanlang va yuklang tugmasi orqali platformaga yuklanadi. O'quvchilar ma'lumoti yuklangandan keyin F5 tugmasi bosiladi hamda bizda 2 daqiqa davomida o'quvchilarning ro'yxati ko'rinadi. Bu yerda har bir o'quvchining ma'lumotini o'zgartirish tugmasi bor. Xatolik yuz berganda bularni o'zgartirishimiz mumkin hamda har bir o'quvchini login parollarini olishimiz mumkin. Xuddi mana shunday tartibda o'qituvchilarning login parollarini yuklab, ma'lumotlarni olishimiz mumkin. Demak, biz ushbu videomizda o'quvchi va o'qituvchilarni Cerebrida qanday qo'shish kerakligini ko'rib chiqdik.